Assalomu alaykum azizlar. Bugun imtihon markaziga yangi qo'shilgan testlarni Avtobest School Innovatsion avtomaktab asoschisi Abdullajon Hashimov Abdufattohovich sizlarga biletlar bo'yicha, ya'ni 6-bilet saralab, e, sharh berib, tushuntirib, izoh berib, yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushuntirib beraman. Bu videolarni diqqat bilan ko'rsangiz, barchasini sizlarga yo'l harakati qoidasi bo'yicha testlarni ishlab, imtihonlarda muvaffaqiyatli o'tishingizga yordamchi bo'ladi. Mana shu videolarimiz orqali juda ko'p tinglovchilar, bo'lajak haydovchilar amaldagi yo'l harakat qoidalarini o'rganish bilan birgalikda imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tmoqdalar. Demak, sizlarga imtihonlarda 20 ta savoldan bunaqa yaxlit biletlar bo'yicha emas, shu biletlar ichidan aralash savol, ya'ni yangi savollardan 2 ta yoki 3 ta tushishligi mumkin. Agar 3 ta tushib qolsa, demak 17 tasini topsangiz ham 3 ta muvaffaqiyatsiz, ya'ni topa olmasangiz imtihon natijasi yaxshi bo'lmaydi. Imtihonlar topshirishingiz cho'zilib ketadi. Shuning uchun bu yangi chiqqan savollarni ham diqqat bilan ko'rib, tanishib, tushungach keyingisiga o'tishingizni tavsiya qilamiz. Birinchi savol: bu belgi qanday nomlanadi? Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 4-ilovasida xavflilik belgilari bor. Demak, ayrim taniqlik belgilarimizda, ya'ni tashiydigan transportlar, xavfli yuk tashiydigan transportlarni yonuvchi, portlashga moyil, bir xillari hid chiqarishligi mumkin, ayrimlari yana portlashga moyil yuklar bo'ladi. Demak, har birini o'zini xavflilik darajasini sinflar bilan belgilangan bo'ladi. Bu savol yangi qo'shilgan savollardan bo'lib, bu taniqlik belgi, bu belgini nomi o'zi eslab qolamiz, organik peroksidlar deb nomlanadi. Ya'ni organik peroksidlar tashiydigan transportga taniqlik belgi sifatida o'rnatiladi, qo'yiladi. Endi bu sizga qanchalik avtotransport vositasini boshqarishingizda kerak bo'ladi, men bilmayman, lekin yangi qo'shilgan savollar sarasiga kiritilgani uchun men hozir tushuntirish berdim. Demak, organik peroksidlar deb eslab qolsa to'g'ri bo'ladi. Bularni barchasini ko'rishingiz uchun Telegram yopiq kanalda 1200 ta savolga sharh berib o'tgan videolarimiz bor. Buning uchun 300 ming so'm to'lov qilasiz va barcha imtihon savollarining videolariga ega bo'lasiz. Men Hoshimov Abdullajon Abdufattohovich haydovchilik guvohnomasiga o'qitish uchun 16 yillik tajribaga egaman. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tayotgan mingdan ortiq fuqarolarimiz bor. Mana shular qatorida sizlar ham o'tishingiz uchun Telegram yopiq kanalga tavsiya beraman.